Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida UFC va MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar bilan Uzbek MMA kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda har doimgidek UFC va MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Uzbek MMA kanali oilasi a'zosiga aylangan har bir kishi biz uchun juda ham muhim. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, biz bugungi dasturimizni boshladik. UFC jangchisi Dustin Poirier Ilia Topuria bilan jangga qiziqqani haqida gapirdi. Menga Topuria bilan jangni taklif qilishganmi? Yo'q. U 70 kg vazn toifasiga o'tishini aytganida, men UFC ga yozganman. Hoy, ishlar qanday? Bu yigitning 70 kg vazn toifasidagi holati qanday ekanligi haqida menga ham xabar bering. Ammo ular bunga e'tibor berishmagan. Menga bu jang bo'lmasligini aytishgan deb aytib o'tgan Dustin Poirier. UFC chempioni Islam Makhachevning murabbiyi Javier Mendes sportchi faoliyatidagi eng qiyin jang haqida gapirdi. Ehtimol Islam uchun Dustin Poirierga qarshi jang eng og'iri bo'lgan. Volkanovskiga qarshi birinchi jangda esa u faoliyatidagi eng qiyin 5-raundini o'tkazgan. O'sha paytda u avval hech qachon olmagan darajada zarar ko'rgandi. Umuman olganda Poirierga qarshi jang uning eng og'ir jangidir. Faqat bitta raundda o'zini qulay his qilgan. Qolganlarida esa qiyinchilikka uchragan deya Javier Mendesning so'zlarini keltiradi Sportski portali. Qadrli do'stlar, aynan siz Islam uchun qaysi jang eng og'iri bo'lgan deb hisoblaysiz? Shaxsan men uchun Alex Volkanovskiga qarshi 5 raundlik jang Islam Makhachevning faoliyati davomidagi eng og'ir jang bo'lgan deb hisoblayman. Albatta siz ham o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. O'zbekistonlik UFC jangchisi Ramazon Temirov yana oktagonga qaytish arafasida. Internetda tarqalgan ma'lumotlarga ko'ra, UFC'da ilk marotaba Markaziy Osiyo derbisi tashkil etiladi. O'ta yengil vazn toifasi reytingida 13-o'rinni egallab turgan hamyurtimiz Ramazon Temirov keyingi jangini 8-pog'onada qozog'istonlik Asu Albayevga qarshi o'tkazadi. Taxminlarga ko'ra, mazkur bellashuv 26-iyul kuni Abu Dabida mezbonlik qiladigan UFC Fight Night turniri doirasida bo'lib o'tadi. Eslatib o'tamiz do'stlar, Ramazon o'zining so'nggi jangini mart oyi avvalida amerikalik Charles Johnsonga qarshi o'tkazib, ochkolar hisobiga ko'ra zafar quchgan edi. Qadrli do'stlar, albatta hamyurtimiz Ramazon Temirovga omad tilagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Ramazon Temirov" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Uzbek MMA kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.